Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, do'stlar, kanalimiz a'zolari. Bugun sizlarga ishxonamizda yasalayotgan mana shu katta shestrinalarda video obzorini qisqacha qilib beraman. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Bismillah. Akalar, bu bochkamiz, shestrinamiz 10 tonna 350 litr suv oladi va eng bomba joyi, odamni qiziqtiradigan joyi 10 tonnalik yomkisning narxi 6 million so'm. Agar dastavkani o'zlaring qilib olib ketsalaring, agar mabodo bizni mashinamizga ikkita sig'adi, qaysi viloyatdansiz yoki qaysi tumandansiz, unga qarab narxini kelishamiz, dastavka puli qo'shilishi mumkin. Agar masofa uzoqlashib ketsa, yaqin atrofimizda 50-60 kilometrgacha dastavkasini shunday tekinga qilib beramiz. 6 million so'm ichida borib tushadi. Va bu bochkamizga uzgonlar qo'yiladi. Bu sizni bergan razmeringizga qarab, xohishingizga qarab qo'yib berilaveradi. Hozir mana bu bochkamiz, bu bochkamiz emas, uchalasi ham sotilgan, zakazga tayyorlab qo'yilgan. Mana bir akamiz aytdi 32lik, 40lik va yana 40lik uzgon qo'yilgan. Va bundan ko'p odamlar uyiga bashni qilib qo'yapti, mahallasiga 10 ta yoki 15 ta xo'jalik bitta shu yomkisdan suv tortib olib ketib foydalanishyapti. Xo'p, razmerlariga keladigan bo'lsak, akalar, eni 210, balandligi ham 210, uzunligi 235 bo'ladi, akalar. Bizni 10 tonnalik bochkani to'g'risi haligi vodiydan boshqa, Samarqand viloyatida juda kamdan kam odam yasab chiqaradi. Ichida tortqilari bor, akalar. Mana bu tortqini o'rni shu uzunasiga berilgan. 1 2 3 4 5 6 7 ta tortqi bir tarafda o'zida, akalar. Bu tarafimizga keladigan bo'lsak, bu tarafda 5 ta tortqisi bor. Valnalar tikka turganning hisobiga bu tarafi baquvvatroq bo'ladi. Bu tarafini yana ham baquvvatroq qilish uchun aslida konteynerda listini tashqariga qaratib qo'ysa ham bo'ladi, lekin biz ichkariga qaratib qo'yganmiz. Mana bu tashqariga qarab turgan holati. Valnalar tashqarida turadi. Bu ichkariga qaratib qo'yilgan, ya'ni ichidan suv kelganda qovurg'alar yaxshi ushlaydi ichkaridan. Bosimni yaxshi poddeshka qiladi va bu konteynerda listi yupqa chirib ketadi, unday bunday degan gaplar, akalar, shunaqa xayollar ham baribir keladi odamni miyasiga. Akalar, 10 yildan kam ishlatmaysizlar bu remontga muhtoj bo'lgancha. Hali 10 yilda ham remont qilgan odamni ko'rmadik. To'g'risi ishni boshlaganimizga 15 yil bo'ldi. Ya'ni bu sohaga kirib kelganimizga. Hali o'sha dastlab yasab bergan bochkalarimiz, ularda deyarli ichiga tortqi ham qo'ymay yasaganmiz. Endi boshida bilmaganmiz. Tortqilarsiz ishlatadi. Ichiga suv quyganda qorni chiqadi, suv bo'shagandan keyin yana kiraveradi. Shunaqa bo'lgan. Buni qorni chiqmaydi, xudo xolasa. Bemalol siz bu bochkaga qanchadir rasxod qilib remont qilayotganingizda, shunga qilayotgan rasxodingizga achinmasdan qilasiz. Oddiy misol, yerga bitta quduq qilganingizda ham, quduq qilganingiz taqdiringizda ham baribir ham o'shanga ham shuncha rasxod qilasiz yoki bundan ham ko'proq. Va endi Allohning ishi bu, bitta yerda zilzila kelib qolsa, arzimagan balga ham o'z hovuzingizga trisheniya tushib qoladi va shuncha qilgan rasxodingiz bir tiyinga chiqadi. Xo'p, akalar, sizlarni qiynalmasin deb mana yonboshiga zinalar ham qo'yib qo'yganmiz. Buni ustiga chiqasiz, aka, oyoqni mana bu yerga qo'yasiz. Zinaga chiqasiz, hoji aka. Mana ustida qopqog'i bor, bitta odam bemalol ichiga kirib chiqib keta oladi. Xullas, hozir kapelnisa qilish uchun bu bochkamiz trendda yaxshi. Odamlar olib borib o'sha quyosh panelini qo'yib, 1 kilovatlik suv nasoschani qo'yib, kapelnisaga qo'yib qo'yapti. O'sha har zamonda zapravka qilib turadi, lekin bu 10 tonna 350 litrligi. Akalar, bu bochkamiz esa 6 tonnalik varianti, ya'ni 5 tonna 800 litr oladi. Narxiga keladigan bo'lsak 3 million 800 ming so'm chiqadi. Bitta 40, bitta 25. Bu uzgonlarni razmerini siz zakazingizga qarab o'zgartiraveramiz. Dastavkasiga pul qo'shilib qolishi mumkin, lekin uzoq joylardan bo'lsa. Buni esa 1 tonnalik bemalol tomingizni tagiga kirib ketadi.
Xullas bemalol joylashtirib olasiz. Balandligi ham 63, eni ham 63, uzunligi 2.35. Shifrda tagida turadi. Xo'p, mana bu qopqoqchasi. Xullas oddiy plastmassa bochkalarda ham, misol uchun 1 tonnalik, uni ham har xili bor, arzon qimmati bor. Yaxshisini olaman desangiz, jigar bir 800 ming so'm atrofida olasizda. Endi yaxshisini optimni olmasangiz, oddiy qishloqdagi nimalarda shunaqa 750-800 ming so'm edi yozgi kunida. Bu bochkamiz temir akalar. Buni narxi 1 million 400 ming so'm chiqadi. Katta chesterni olsangiz arzonroq tushadi sizga. Bunisiga keladigan bo'lsak akalar, bu bochkamizni xalq tilida 5 tonnalik, lekin toza olishi 4 tonna 700 litr suv oladi. Bunimiz hozirgi kunda eng hadavoy, hammaga tushib ketaveradigan bochkamiz shu bo'lyapti, eng ko'p yasalaydigani ham. Xo'p, razmerlariga keladigan bo'lsak, eni 1.70, balandligi 1.20, uzunligi 2.35 cm bo'ladi. Bitta odam kirib chiqib ketadigan qopqog'i va o'rtasida bitta tortqisi bor. Xudo xolasa umriga ham bemalol bir 10 yil, 15 yilga ketaveradi. Narxiga keladigan bo'lsak 3 million 200 ming so'm. Va akalar, yana bitta plus tarafi, bizda bochkalarda sanog'i cheklanmagan miqdorda bo'ladi. Agar neobishniroq zakaz, ya'ni tonnalarga zakaz beradigan bo'lsangiz, ozgina kutib qolishingiz mumkin. O'zimizda bor tayyorlari asosan shu 4 tonna 700 litrligi. Cheklanmagan miqdorda deganim, bu yerdagisi cheklangan, lekin siz olib tursangiz, biz yasab xullas tugatib bo'lmaydi buni. Yasaveramiz. Bular esa yem pishirish uchun mo'ljallangan 500 litrlik yem qozonlarimiz. O'rtasidagi dimoxodi suvda qaynash uchun, issiqlik dimoxod tutun chiqib ketish uchun, plus issiqlik yaxshi beradi, tezroq qaynaydi. Suv bochkani qanaqasidan olayin ekan? Plastmassasining umri qisqa, narigi rossiyskiy qalinlari nima qimmat deb yurgan akalar uchun bu variant. Bizda 1 tonnadan 10,5 tonnagacha yerda betida turadigan bochkalarimiz yasab beraveramiz. Undan kattalarini endi borini aytish kerak. Qanaqa holatda yasasangiz ham yonboshidan o'sha qo'ygan tortqingizni o'rnidan suv chiqib ketib qoladi. Men sizga olib borganim bilan 1 marta suv solasiz, 2 marta suv solasiz, 10 marta solarsiz chiqmaydi, lekin uni umri uzoq bo'lmaydi. Mana bunaqa tortqi berilgan joylardan tirsillab qo'yaveradi. Bundan katta bu 15 tonna, 20 tonnalik bochkalarga tashqi tarafdan yonboshlariga tirama berilgan eng ma'qulroq yo'l bo'ladi. Xullas, olsangiz ham, olmasangiz ham men sizga yaxshi yomon tarafini aytyapman. Xullas, laykni bosib, banglatib tashlayverasizlar akalar, oqibat uchun. Layk uchun emas bu video. To'g'risini aytaman akalar, layk uchun ham, komment uchun ham qo'ymayman. Men narsalarimni sotish uchun qo'yaman. Men bloger emasman, birovga yukini reklama qilmayapman. O'zimning narsalarimni chiqaryapman va tirikchilik maqsadida. Bizning narsalarimiz sotilib tursa, shu yerda 4 ta 5 ta bola ishlaydi, ular ishli bo'ladi. Biz o'zimizni oilamiz ishli. Har tomonlama manfaatli ish deb o'ylayman. Va akalar, konteynerda jelezlari bor, tekkizi, qovurg'ali varianti bor. Va xullas konteynerda hamma narsasini topsangiz bo'ladi. Bu loy yashik, yonbosh 30 cm ko'tarilgan, uzunligi 2, eni esa 1.20. Xo'p, umriga keladigan bo'lsak, bu siz ishlatishingizga bog'liq. Ketmon bilan hali solaversangiz tez tugaydi. O'zingiz o'ylab normal ishlatsangiz, sizga shu anonga qilgan, shu loy yashik uchun qilgan rasxodingizni xullas chiqib ketgungacha va og'rinmay qolguningizcha xizmat qilib beradi. Narxiga keladigan bo'lsak, buni telefon orqali aytaman akalar. Chunki buni narxlari hamma joyda har xil bo'lib yotibdi. Endi yana qimmat aytibsizlar, xafa qilib qo'ymang. Kelishamiz. Bir og'iz telefon qilib qo'yavering, olsangiz ham, olmasangiz ham
biz xafa bo'lmaymiz, sizga ma'lumot beraveramiz. Qilaymi, qilmaymi demang, qilavering. Qo'limizdan kelmasa bir narsamiz, akalar maslahat beramiz va qo'lidan keladigan odamlarni sizlarga topib beraveramiz. Oqibat uchun, Alloh uchun. Xullas, drabilkalarda videosini alohida qo'ydim. Buni ham o'sha kanaldan o'tib ko'rib olishlaring mumkin. Xullas, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'ngilni to'g'ri qilsak bo'ldi. Hammaga omad, sog' salomat bo'lasizlar. Nomerimizni qoldirib qo'yamiz. Albatta bu nomerimizni shunchaki o'z zo'r nomer ekan deyish uchun emas, telefon qilish uchun qoldiryapmiz. Aloqaga chiqib qo'yaverasizlar. Bir narsa olaman demasanglar ham shu xola-hol so'rab ham telefon qilib qo'yaveringlar.